Xayrullo aka, assalomu alaykum. Mana akam yerda turibmiz. Qor ko'p yog'vordi-da aka. Haligi joyimiz aka. Yerda Murodil yoniga kelib to'xtadim aka. Avtonomkani zapravka qilyapti. Zanjir panjir olsakmi deydi Murodil. Aka, yerda men sahar bugun keldim men. Kecha balonlarni qilib. Kechasi bilan qor rosa yog'di. Yo'lda ham tozalamabdi-da aka. Asad aynayda men keldim muzlamada. Anaqa gap. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Mana biz yog'och yuklayapmiz Kurganda. Mana meni mashinam turibdi, mana yuklab bo'lganman kecha. Bu cherikniki. Ozgina kam bo'lib qoldi. Qor yog'vordi. Qilarama mana bu yerda. Sovuq ham bo'lib ketdi. Odamlar ishlayapti sovuqdan. Yuklashyapti mana cherikni. Imronbek, o'g'lim ko'rayotgan bo'lsang, mana o'g'lim, qor yog'di bizda. Hamma yoq oppoq qor. Ko'rib ol o'g'lim. Faqat sovuqlarda yuribmiz. Xudo xolasa bugun yuklab bo'lsak, kechga mahal yo'lga chiqib qolamiz. Jannati aniq ayollar ham aytaymi? Jannatiyligi aniq bo'lgan ayollar aytaymi dedilar Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Ayting ya Rasululloh. Eriga do'st, erini haq huquqini o'zinikidan ham qattiq e'tiborga olib hurmatlaydigan, bolalari ko'p, har bir bolasiga mehr muhabbati kuchli bo'lgan, eri g'azablanganda, bir narsadan asabi buzilganda eriga shirin so'zlarni gapirib erini tinchlantiradigan ayol haqiqiy jannati